Alaykum. 28 dekabr Milliy sertifikat imtihonida tushgan testning oxirgi 5 talik, ya'ni 41 va 45 savollar bo'yicha tahlili. Video yoqqan bo'lsa like va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Boshladik. 41 savol. Abs uchburchakka ichki chizilgan aylana markazidan o'tuvchi va asosiga parallel parallel kesma A B tomoni Y nuqtada, A tomoni D nuqtada kesib o'tadi. Agar B S 14 ga teng va uchburchak yuzi 37,3 va kichkina uchburchak yuzi bu katta uchburchak yuzi 46,3 santimetr kvadrat bo'lsa, A shartida aylana radiusini toping. B shartida to'rtburchak perimetrini toping. Aylana markazi O nuqtada bo'lsin. Mana bu radiusni tushiradigan bo'lsak, radius perpendikulyar va belgilash kiritamiz mana shu yerda. A sharti bo'yicha biz YDni A deymiz. Demak, YDni A dedik. Endi o'xshashlik bor bu yerda. Demak, o'xshashlik bo'yicha mana bu kichkina uchburchak jami katta uchburchakka o'xshash. Bundan A ning 14 ga nisbatining kvadrati yuzalar nisbatiga teng. 37,3 ning jami 37,3 qo'shilgan 46,3 ga nisbati. Bundan A taqsim 14 ning kvadrati teng bo'ladi. Necha bo'ladi? 16 taqsim 36 qisqartirib yuborsak. Va A ning 14 ga nisbati 4 taqsim 6 bo'ladi. Va bundan A ning qiymati 28 taqsim 3 bo'ladi. Demak, biz YDni A deb belgilagan edik. Y'dan D'gacha bo'lgan masofani A deb belgilagan edik. Demak, Y'daning qiymati 28 taqsim 3 bo'ldi. Endi mana bu trapetsiya yuzini hisoblaymiz. Trapetsiya yuzi nimaga teng? Asos 28 taqsim 3 plus keyingi asos 14, shuni 2 ga bo'lamiz va radiusga ko'paytiramiz. Bu 46,3 ga teng. Buni hisoblasak, demak 70 taqsim 6 radius teng 140 taqsim 3. 3 bilan 3 2 bo'ladi. Buni qisqartirsak 2 bo'ladi va radiusning 4 ga tengligi kelib chiqadi. A qismiga radiusga 4 qo'yamiz. Endi B qismida B Y desa to'rtburchak perimetrini toping. Topsak bo'ladi. O'zi B nuqtadan markazga chiziq tortadigan bo'lsak, bu bisektrisa, ya'ni ichki aylanma markazi bisektrisalar keskin nuqtada. Alfa, biz ham alfa. Bu alfa bo'lsa, mana bu x bo'lsa, mana bu ham x. Keyingisi O nuqtadan S nuqtaga chiziq tortamiz. Bunisi beta, bunisi ham beta, mana bu ham beta bo'ladi. Mana bu y bo'lsa, bunisi ham y bo'ladi. Endi perimetr nimaga teng? Perimetrimiz 2x plus 2y plus 14 ga teng. Bizda mana bu x plus y ni beradi. A kesmamiz x plus y ni beradi. Demak, 2 ko'paytirilgan x plus y o'rniga qo'ysa 28 taqsim 3 plus 14. Bundan 56 42 98 taqsim 3 bo'ladi. B qismiga 98 taqsim 3. 41-savol yechim bo'ldi. Endi keyingi savol 42 ga o'tamiz.
42. Quyidagi ABCD trapesiya berilgan. ABCDga parallel A va B burchak bisektrisalar H nuqtada kesishadi. H nuqta esa S'da asosda yotadi. S va D burchaklari esa J nuqtada kesishadi. Agar BH va SJ bisektrisalar F nuqtada kesishsa va AH va SG nereda? GD ekan. GD bisektrisalar Y nuqtada kesishadi. Agar F va Y nuqtadan o'tgan chiziq BSni M nuqtada va ADni K nuqtada kesishi ma'lum bo'lsa, BS teng 5, AD teng 9 bo'lsa, A shartida AKning K degan nisbati, B shartida JYning FHga nisbati 3/4, 3/7 bo'ladigan bo'lsa, GFning YHga nisbatini so'rayapti. Endi chizma bo'yicha ishlaymiz. Chizma bo'yicha ishlasak, mana burchak alfa bo'lsa, bunisi ham alfa bo'ladi. Demak, mana burchak 90 bo'lyapti. Bunisi 90 minus alfa. Bunisi ham xuddi shunday. 90 minus alfa. Endi bu tarafga o'tamiz. Bu beta bo'ladigan bo'lsa, bunisi ham beta. Mana burchak 90. Nima uchun 90 bo'lyapti? Chunki ikkita yon tomonga, ya'ni S bilan B ikkalasi 180 bo'ladi. Yig'indisi yarim-yarimlar olinsa, demak bu yerda 90 qoladi-da. Shunday evaziga mana burchaklar F bilan Y burchaklar 90 bo'lyapti. Endi bunisi ham 90 minus beta. Bunisi ham 90 minus beta. Endi bunga o'tamiz. Bunda beta bo'lsa, bunisi ham beta bo'ladi va 90 minus beta bo'lsa, bunisi ham bunisi 2 beta bo'ladi. Mana jami 90 minus beta, mana bu burchak esa 90 minus beta bo'ladi. Chunki mana 2 beta bo'lganiga evaziga bu 90 minus beta bo'lsa, bunisi 90 minus beta bo'lishga majbur. Endi teng yonlish burchaklar hosil bo'lyapti. AK bilan KY teng va KY bilan KD teng. KY teng. Demak, mana bu EK mediana bo'lyapti. Demak, bunda topsak bo'ladi. Mana buni A desak, A qismining yechimi kelib chiqdi. Ya'ni AKning K degan sifati kelib chiqdi. K degan sifat. U A'ning A'ga nisbati 1 ga teng. A qismiga 1 bo'ladi. Endi B qismiga o'tamiz. B qismiga o'tadigan bo'lsak, bunisi 90 minus alfa, bunisi 90 minus beta va ikkalasi alfa plus beta. Endi GFni tortamiz. GHni tortamiz. GHni tortsak, demak, bizda nima hosil bo'ladi? Kezamiz, shunda mana bu alfa bo'ladi, bunisi beta bo'ladi. Endi bunisi alfa, bunisi hozir. Birinchi nisbatni belgilab olaylik, shunga qarab belgilaymiz. B qismida bizda berilyapti o'zi G yerning F hashga nisbati 3/7. Demak, G yerning F hashga nisbati 3/7. Demak, buni 3x deymiz. F hashga esa 7x deymiz. F hashni demak, siklik funksiya bo'lgani uchun mana bu alfa bo'ladi, bunisi siklik uchburchak bo'lgani uchun bunisi beta bo'ladi. Demak, bundan demak, bu bo'yicha GHni bilamiz. GHni va
Sinusning ta'rifini qo'llaymiz. Birinchi navbatda sinusning ta'rifi mana bu uchburchak bo'yicha qo'llasak, sinus alfamiz 3xning g hga nisbat. Va sinus alfani keyingi mana bu uchburchak bo'yicha qo'llasak, mana bu tomon 5 edi, mana 90 minus alfa 90 minus alfa bo'lsa, bunisi ham 5 bo'ladi. Bu taraf 9 bo'lsa, bu taraf ham 9. Demak, sinus alfamiz teng bo'ladi nimaga? 7 ning 5 ga nisbat. Va bundan JH kesma uzunligi kelib chiqadi. JH kesma uzunligi 15 taqsim 7ligi kelib chiqadi. Endi xuddi shunday mana bu bo'yicha sinus betani topadigan bo'lsak, sin- sinus betani topamiz mana bu burchak bo'yicha. Sinus betamiz teng bo'ladi GF ning GH ga nisbat. GH ga nisbat. Va endi sinus betani bu bo'yicha topadigan bo'lsak, ya'ni mana uchburchak bo'yicha nima bo'ladi? YH ning 9 ga nisbati bo'ladi. Demak, bundan kelib chiqadi GF taqsim YH teng bo'ladi JH taqsim 9 ga. JH ni o'rniga 15 taqsim 7 qo'ysak, 9 qo'ysak, bizda hosil bo'lyapti GF taqsim YH'imiz nisbati 5 taqsim 21 ga. B qismiga 5 taqsim 21. 42 savol yechim bo'ldi. Endi keyingi savolga o'tamiz. 43. Quyidagi chizmada ABC uchburchakka tashqizilgan aylana berilgan va aylana markazi O nuqtada agar AK KBga, BF FCga teng va OC ikkilik osti 3 bo'lsa, BAC burchak oltmish grad bo'lsa, A shartida OF kesma uzunligi, B shartida MN kesma uzunligini toping. Endi bu masalada chizma bo'yicha ishlaydigan bo'lsak, mana bu kesmani BC kesmani A deydigan bo'lsak, o'zi mana bu radius berilgan, OC kesma 2 osti 3 ga teng. Endi unda A sharti bo'yicha A tomon nimaga teng? 2R sinus 60 gradusga teng. Va bundan kelib chiqadi 2 ko'paytirilgan 2 osti 3 va osti 3 taqsim 2. Hisoblasak bu 6 ga teng. Mana bu tomon 6 bo'ladi. Demak, teng bo'lganligi uchun bu 3 bo'ladi, bunisi ham 3 ga teng bo'ladi. Endi O dan F gacha bo'lgan kesma uzunligini topishimiz kerak. Demak, O dan F gacha bo'lgan kesma uzunligini topadigan bo'lsak, ikkita radiusni o'tkazadigan bo'lsak, demak, bu ham 2 osti 3. Teng yonli burchakda mediana bo'lyapti. Oq mediana bo'lyapti. Demak, bu perpendikulyar. X bo'ladigan bo'lsa, topsak bo'ladi. Perpendikulyar bo'lsa Pifagor. X ning kvadrati plus 3 ning kvadrati bu 12 ga teng bo'ladi. X'imiz osti 3 ga teng. A qismiga osti 3. Endi B qismida MN kesma uzunligini so'rayapti. B qismini nima qilamiz? Bunda nima qilamiz? Birinchi mana bundan A'dan markazga tortaylik. Bu yerda 2 osti 3 bo'lyapti. Demak, O nuqtadan K nuqtaga o'tkazsak, buni qiymati Pifagordan 2 osti 2 bo'ladi. Mana burchak 90 gradus. 90 gradus. Endi mana shu qismida mana bu K dan F gacha bo'lgan masofani topsak bo'ladi. Buning uchun nimadan foydalanamiz? Buning uchun teoremadan foydalanamiz. Ya'ni Ptolomey teoremasi. Shundan foydalanamiz.
teoremani qisqacha qilib qo'yib qo'yaman. Xuddi shu turdagi to'rtburchak uchun qo'llanilyapti. Demak, bunda nima qilamiz? Ya'ni adaning bsiga ko'paytmasi. O'zi teorema bo'yicha teorema qo'llaydigan bo'lsak, qarama-qarshi tomonlar ko'paytmasi. Bizda qarama-qarshi tomon mana x ning ilzosida uchligiga kelib chiqqan. Mana to'rtburchak uchun K, O, F va B uchlardagi uchburchaklar uchun qo'llaniladi. To'rtburchak, to'rtburchak uchun qo'llaniladi. Demak, ikki ko'paytirilgan ilzosida 3 plus 3 ko'paytirilgan ilzosida 2, 3 ko'paytirilgan 2 ilzosida 2 ekan. Ilzosida 2 tenglik bo'ladi. Kf ko'paytirilgan 2 ilzosida 3. Demak, bundan kfni topadigan bo'lsak, kf kesmamiz necha bo'ladi? Demak, 2 bilan 2 ketadi. Ilzosida 6, 2 ham ketadi. Plus 1 bo'ladi. Demak, kf kesmamiz ilzosida 6 plus 1 ga teng ekan. Endi mana bu kesmani A deymiz, MKni buni B deymiz. O'zi kesuvchi vatallar xossasi bo'yicha nima qilamiz? A bilan ilzosida 6 plus 1 plus bni ko'paytmasi nimani beradi? Kare 2 4 ni beradi. Kare 2 4 ni beradi. Keyingisi B bilan ilzosida 6 plus 1 plus A ni ko'paytmasi 9 ni beradi. Endi bu bo'yicha va sistemani ayirib yuborsak, hosil bo'ladi B minus A ko'paytirilgan ilzosida 6 plus 1 teng 5ligi. Bundan B minus A ni topadigan bo'lsak, ilzosida 6 minus 1 ga teng. Va B ning o'zi A plus ilzosida 6 minus 1 bo'ladi. Endi B ni o'rniga A ni qo'yamiz. Birinchi tenglik bo'yicha. A ko'paytirilgan ilzosida 6 plus 1 plus A qo'shilgan ilzosida 6 minus 1 teng 4 ga. Bu bo'yicha A ko'paytirilgan A plus 2 ilzosida 6 teng 4 ga. Va tenglamani ishlasak, A kvadrat plus 2 ilzosida 6 A minus 4 teng 0 bo'ladi. Bu bo'yicha ishlasak, A bir teng bo'ladi. Minusdan ilzosida 6 plus minus ilzosida 10 va A ni qiymati ilzosida 10 minus ilzosida 6 ga teng. Va B ni qiymati ilzosida 10. Demak, o'rniga qo'ysak, olib borib o'rniga qo'ysak, B ni qiymati ilzosida 10 minus 1 bo'ladi. Endi mn kesma uzunligi ma'lum bizda. A ni qiymati bor ilzosida 10 minus 6, B ni qiymati bor ilzosida 10 minus 1 va kf ni ham qiymati bor ilzosida 6 plus 1. Uchalasining yig'indisi bo'ladi. N kesma uzunligi uchalasining yig'indisi. Demak, ilzosida 10 minus ilzosida 6 qo'shilgan ilzosida 6 plus 1 qo'shilgan ilzosida 10 minus 1. Ilzosida 6lar ketadi, 1lar ketadi va n kesma uzunligi 2 ilzosida 10 ga teng. Bu B qismi. Keyingi savol 44.
44 ta. Olti burchakli piramida balandligi berilgan. A, B, C, D, F asosi burchaklari bir xil bo'lgan. Olti burchak va tomonlari to'rtta tomon berilgan. Agar olti burchak perimetrini toping deyapti A qismida, B qismida piramida hajmini toping. Birinchi asos bo'yicha ishlaylik. Ya'ni burchaklari bir xil bo'lgan olti burchak. Demak, chizib chiqaylik. Ya'ni olti burchakni chizamiz. Olti burchakni chizamiz. Al tomon birga teng, keyingi tomon to'rtga teng, keyingisi ikkiga teng va keyingi tomon ham to'rt, mana olti burchak. Olti burchak. Uchlari mana. A3, B3, C, D, E va F3. A, B birga teng, B, C to'rtga teng, bunisi ikkiga teng, to'rtga teng. Va uchburchaklarni davom ettiramiz. Davom ettiramiz. Davom ettirsak, mana bu 1 1 bo'ladi. Chunki hamma burchagi 120 dan bo'ladi. Burchaklari teng bo'lsa, demak bu 60, bunisi ham 60. Demak 1 1 bo'ldi. Bu tomonni ham davom ettiramiz. Davom ettiramiz. Demak 2 bo'lsa, bunisi ham 2 2. Davom ettirsak x bo'ladi. Bu tomon noma'lumda. Hammasi x bo'ladi. Chunki burchak 120 bo'lsa 60 60 dan. Demak, bu tomon y bo'lyapti. Endi bitta tomon ma'lum. Bu yerda 60 gradus, hamma burchagi 60 gradus bo'lgan muntazam uchburchak hosil bo'lyapti. Demak, hamma tomon 60 gradusdan bo'lsa, 1 4 plus 2 miz teng bo'ladi. Keyingisi x plus 4 plus 2 ga. Va bundan x ning 1 ga tengligi kelib chiqadi. Endi x 1 ga teng bo'lsa, x qo'shilgan mana shu x qo'shilgan y plus 1 ga ham teng. Va bundan y ning x 1 bo'lsa, demak y ning 5 ga tengligi kelib chiqadi. X, y ma'lum. Endi A sharti bo'yicha perimetr so'ragan. Perimetr demak x qo'shilgan y qo'shilgan 1 4 plus 2 plus 4 x plus y 6 ga teng. Bu tarafi 5 bo'lsa 11 ga teng. 17. A qismiga 17. B qismida piramida hajmini so'rayapti. B qismini topishni nima qilamiz? Mana bu S6 burchak yuzini topamiz. Demak, S6 burchak yuzi nimaga teng? Mana bu S1 yuzi, S2, S3 yuzi. Jami S3 burchak yuzidan S1 ayrilgan, S2 ayrilgan, S3 yuzaga teng. Uchburchak yuzi tomoni 7 bo'lgan uchburchak, muntazam uchburchak. Bu degani ildizosi 3 ko'paygan taqsim 4 bo'ladi va S1 X1 chiqqani uchun tomoni 1 bo'lgan uchburchak. Demak, ildizosi 3 ko'paygan 1 taqsim 4 minus keyingisi tomoni 2 bo'lgan. S2 ham tomoni 1 bo'lgan ekan. 1 taqsim 4 bo'ladi va S3imiz tomoni 2 bo'lgan. 4 taqsim 4. Bundan S6 burchak yuzi 43 ildizosi 3 taqsim 4 va piramidaning hajmi esa 1 taqsim 3 S6 burchak yuzi asos yuzi va balandlik 4 ildizosi 3. Bundan 1 taqsim 3 43 ildizosi 3 taqsim 4 ko'paytirilgan 4 ildizosi 3. 4 bilan 4 ketadi, 43 ga teng. B qismiga 43. Va keyingi oxirgi savol 45-savol. Z nuqtada bo'lgan shaxtadan yuk mashinasi S nuqtada bo'lgan zavodga yuk tashiydi. Yuk mashinasi borishda yukni dala poyadan 8 km h tezlik bilan S'da yo'l bo'ylab esa 10 km h
tezlik bilan boradi. Qaytishda sada yo'ldan 20 kilometr h tezlik bilan va dalapoya bo'ylab 12 kilometr h tezlik bilan qaytadi. A shartda yuk mashinasi shahardan zavodga eng kam qancha daqiqada yetib boradi? B shartida qaytishda qancha daqiqada yetib keladi? Bu bo'yicha funksiyalarni tuzib olamiz. Funksiya deganda vaqtga bog'liq funksiyani tuzib olamiz. Demak, z bo'yicha harakatlandi borishda, borishda. Demak, mana o'zi mana bu masofa jami masofa 15 kilometr h. 15 kilometr tezlik emas, 15 kilometr. 8, 17 bo'lsa, Pifagordan 15 bo'ladi. Demak, mana shu Z bo'ylab mana shu nuqtaga bordi, qandaydir Y nuqtaga. Shu nuqtaga bordi va Y nuqtadan S nuqtaga bordi. Shunda eng kam vaqt sarfladi deb tasavvur qilamiz. Demak, Y nuqtaga borish uchun Pifagor bo'yicha bu yerda masofasi 64 plus x kvadrat bo'ladi. Bunisi esa 15 minus x bo'ladi. Bunaqa turdagi savol oldin ham tushgandi. Oldingi sertifikat imtihonlarida. Endi bu bo'yicha vaqt tenglamasini tuzib olamiz. Vaqtning tenglamasi birinchi A shartida borish uchun. Ya'ni T qancha vaqt sarfladi? Borishda 64 plus ilsdagida. 64 plus x kvadratni qancha tezlik bilan? 8 kilometr h tezlik bilan. Demak, borishda 8 tezlik bilan. Va Y'dan S'gacha masofani 15 minus x masofani 10 kilometr tezlik bilan bosib o'tdi. Bu bo'yicha t shtrix x ni topadigan bo'lsak, x taqsim 8 ko'paytirgan 64 plus x kvadrat minus 1 taqsim 10 bo'ladi va buni 0 ga tenglashtirsak hosil bo'ladi 25x kvadrat teng 4 ko'paytirilgan 256, 4 ko'paytirilgan nima uchun 4 dedik? 16 ko'paytirilgan 64 plus 16x kvadrat. Bu bo'yicha x ni topadigan bo'lsak, borish bo'yicha x'imiz teng bo'ladi. 8 4 bo'lsa 32 chiqadi. 32 taqsim 3. 32 taqsim 3 bo'lyapti. Endi vaqtni topishimiz kerak. Vaqtni topadigan bo'lsak, x ning o'rniga 32 taqsim 3 qo'yamiz. 64 plus 32 taqsim 3 ning kvadrati taqsim 8 plus 15 minus 32 taqsim 3 taqsim 10. Bu soatda chiqadi. Bu soatda chiqadi. Chunki tezligimiz kilometr h soatda edi. Demak, bu vaqt soatda chiqadi. Bizda minutni topishimiz kerak. Shuning uchun jami 60 ga ko'paytiramiz. Minutda kelib chiqadi. Demak, birinchisi bo'yicha 40 taqsim 3 chiqadi. Hisoblasak 5 taqsim 3 bo'ladi. Bunisi 45 13 taqsim 30. Mana shuni 60 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, 126 daqiqa. Demak, bizda daqiqada so'ragan. Daqiqa. Bu borish uchun eng kam vaqt 126 daqiqa. Endi qaytish bo'yicha ko'ramiz. Qaytishi bo'yicha B qismi qaytishi. Qaytishi bo'yicha ham funksiyani tuzib olsak bo'ladi. Ya'ni ilstagida 64 plus x kvadrat masofani qaytishda 12 kilometr tezlik bilan qaytdi. Ya'ni dalapoya bo'yicha. Keyingisi 15 minus x masofani 20 tezlik bilan qaytdi. Demak, t shtrix x ni topadigan bo'lsak, x taqsim 12 ilstagida x kvadrat plus 64 teng bo'ladi. Minus bo'ladi 1 taqsim 20 ga. Teng 0 deydigan bo'lsak, bunda tenglamamiz hosil bo'ladi. 25x kvadrat teng
to'qqiz x kvadrat plyus to'qqiz ko'paytirilgan 64. Bundan 16x kvadrat bo'ladi. Teng 16 ko'paytirilgan 36 bo'lsa, demak x'imiz 6 ga teng. Endi vaqtni topamiz. T vaqt 6dagi qiymati, yo'lning 6 bo'yicha qiymati, demak 10 taqsim 12 plyus 9 taqsim 20. Mana shuni 60 ga ko'paytsak, daqiqada kelib chiqadi. 60 ga ko'paytirsak 50 bo'ladi mana bu bo'yicha. 5 tadan, 3 tadan bo'lsa 27 bo'lsa, jami 77 daqiqa bo'ladi. Bir qismiga 77. Shuning bilan 28 dekabr milliy sertifikat imtihonida tushgan oxirgi 10 talik savollar tahlili tugadi. Hammaga rahmat, ko'rishguncha.